o'ylab o'tirmasdan rozi bo'ldim va bu rahbariyatga ham yoqdi, sabab men ular bilan na pul masalasida, na boshqa ishlar borasida tortishmadim. Men ularga shunchaki futbolchi sifatida mundialda ishtirok etgan insonga murabbiy sifatida borish bu haqiqiy taqdirning sovg'asi deb aytdim. Mundialga qaytish qanday bo'lar ekan? Endi buni sal keyinroq aytishim mumkin. Bo'ldi, kelishdik. Ayni paytda hozir men o'z futbolchilarimga kerakli ma'lumotlarni yetkazish ustida qattiq ishlayapman, sababi ular birinchi marta mundialga borishyapti. Birinchi jahon chempionati va jahon chempionatlarida bosim shu darajada yuqoriki, men o'z futbolchilarim jahon chempionatiga yo'qotadigan hech narsalar yo'q kabildagi xarakterda tashrif buyurishlarini ta'minlashim kerak. Esing joyidami deyishing mumkin, esim joyida. Qancha uzoqqa bora olasizlar? Biz hozircha u qadar katta terma jamoa emasmiz. Ya'ni guruhdan chiqasizlarmi? Shundan umid qilaman. Ha, bunday deyishimga sabab bizning terma jamoa faqat o'ta talantli yoki o'ta yorqin futbolchilardan iborat terma jamoa deya olmayman. Biz juda ham qattiq mehnat qiladigan terma jamoamiz va bizga qarshi o'ynash juda ham qiyin bo'lgan terma jamoamiz. Va biz jahon chempionatiga borganimizda mening futbolchilarim hech qachon taslim bo'lmasliklarini ko'rsatishlarini istayman. Nega? Sababi sen jahon chempionatida o'zingning debyut o'yiningni o'tkazganingda ancha asabiy tugatganding. Men shu narsalarni olib tashlayman. Bor yo'g'i birinchi o'yinim edi. Ha, seni tushunaman. Men shuni ustida ish olib boraman. Va biz shunday guruhdamizki, hattoki bir ochkoni qo'lga kiritish ham bu juda katta natija bo'ladi. Biz anchagina jiddiy yigitlarga qarshi o'ynaymiz. Biz buni albatta ko'ramiz. Lekin meni yanada o'ziga tortayotgan bir narsa, bu sizlarni butun Italiya qo'llab-quvvatlaydi. Xabarim bor, buni menga ko'pchilik aytdi. Ha, jahon chempionatida birinchi marta ishtirok etayotganimiz aniq. Lekin undan keyin oldimizda bizni Osiyo Kubogi kutib turibdi. Mundialdan 6 oy o'tib Saudiyada o'tadigan Osiyo Kubogida ishtirok etamiz va u yerdagi terma jamoamiz ko'rsatadigan o'yindan hammamiz bahra olamiz.